Kelajakda nechta fe'l bo'lishini orzu qilasiz? Fe'l nima? Tavba tazarru hamma yoq chotki bo'lishi kerak. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? O'zingizni noqulay his qilyapsizmi? Kechalari uyqungiz buzilyaptimi? Yapmayapti, baribir qiynalmayapti. Pulim ketyapti faqat. Pul o'lsa pul yomon, dollar yomon, dollar yomon. Ey! Qarang. Nechta fe'llaringiz bor va ularni qachon yapmoqchisiz? 5 ta fe'lim bor. Xudo xolasa dekabrgacha yapaman. Fe'lim ko'pmi? Bilmadim, hali plan yurib chiqmadim. 3 ta bor. Fe'lim 5 ta. Xudo xolasa keyingi oy yapamiz. Meniki bitta shu. Annami 8 ta. Yapmayapti, baribir qiynalmayapti. Pulim ketyapti faqat. Fe'lim 7 ta. Yap boramiz. 30 ta. Shu endi 4-kurs yakunida yopishga harakat ko'raman. Nasib bo'lsa yaparmiz. Menda yo'q. Aqllimiz fe'l yo'q. Fe'lim 5 ta. Endi sekin-sekin yopamiz, xudo xolis. 20 ta chiqib qolsa kerak. Qachon yapasiz? Sekin-sekin yopamiz. Bu yil. Menda fe'l yo'q. Bitta yopaman. Yengilgacha shu oyga. Menda ham bitta. Keyingi yil xudo xolasa. 10 ta. 16 ta? 10. Qachon yapasiz? Yoqami? O'zi bitta fandan fe'lim bor. Hozir etikka kelganman. Shu imtihonga kirib chiqmoqchisiz. O'sha 4-kursimiz, o'shanga yopmasak bo'lmaydi. Menda bitta ham yo'q fe'l. Kelajakda nechta fe'l bo'lishini orzu qilasiz? Fe'l nima? Fe'l. Imtihonni o'ta olmagan. Ha, bitta. Uzog'i ikkita. Sog'i ikkitasida. Bizda umuman tavba tazarru hamma yoq chotki bo'lishi kerak bizda 0 ta. Shu bizga 10 ta yetadi, normal. Ha, chista. Xudo xolasa bo'lmaydi. Yaxshi bo'lamiz. 0 ta. Farqi yo'q.